Mana kirdim 30 ga, hali ham tegmadim erga. Endi o'zimni tashiyman shu dengizga deb shatta tashlamoqchi bo'lib turgandim. Aslida hammasi qanaqa boshlangandi. Ertalabdan oppoq otdamas oq kemada shahzodam keldimi ekan, tarrillab deb oynagimni ochib qarasam, Titanikda yarmini topishgan ekan, shuni dastavga tashlab ketgani kelishgan ekan. Buni hammasi tush, sal osmondan tush. Shuna qilib uyda o'tiraversang, shahzodangni tashlab ketmaydi qush deb shatta o'zim baliq oviga chiqdim. Bir pat qarasam, bitta menmi desam, 4 ta taqqoy supari ham chiqib olgan ekan baliq oviga. Bu yerda nima bo'lsa bo'lar, kechga borib ovim baroridan kelar deb qarmog'imga qarab qo'ysam, baliq emas, akula ilinsa bo'ladimi? Romantika boshqacha-yu. Bu yerda Titanikda 3-qismini olib ketdik. Agar Rose bo'lib cho'kib ketsam, Jake bo'lib qutqarasizmi desam, yo Rose'ga beraman, yo boshqa Rosa topaman degandalar shatta olib suvga tashlamoqchi bo'ldim. Bir narsa esimga kelib qoldi. To'xta, kelding ovga, quruq ketasanmi uyga deb turgandim. Shatta cho'ntaklardan bir narsa chiqarib ko'rsatsa bo'ladimi? Xursandligimdan o'zimni tashlab yuboray dedim. Qarmog'imga tilla baliq ilinmadi. Barmog'imga tilla o'zik taqildimi ekan deb olib tekshirib ham ko'rdim. Hammasi nazorat ostida ekan. 24 karatli ekan. Oling hozir taqing, shamol uchirib ketmasin degandim. Gapimni emas, o'zimni shamol uchirib ketsa bo'ladimi? To'yday bo'lsin, echki qo'yday bo'lsin deb bu yerda 99 ga kirganimni ham nishonlab oldim. Bitta o'q bilan 4 ta quyonni urib oldim. Hamma olib kelgan sovg'alardan rasxodlarni ham chiqarib oldim. Uni qo'ying, mana bu mostga o'rtoqlaridan xat. Bo'ydoqlik gruppasidan pakenul chat deb yozishibdi. Bu yerda esa bo'lajak pochchalar o'ylanib ketyapti. Dengizi suvi sho'rmi yo peshonam sho'rmi deb. Meni esa qizlar chundi nimani xayol surib ketyapman. I said yes, to'ygacha tasha yes deb o'ylanib ketyapman. Sog' bo'lasizlar.